Assalomu alaykum hurmatli jurnalistlar, blogerlar va tumanimiz aholisi. Bugungi brifingimiz mavzusi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi Yangi hayot tuman inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan bo'lib o'tadi. Yangi hayot tumani inson ijtimoiy xizmatlar markaziga 2026-yil yanvar-mart oylari davomida jami 245 ta murojaatlar kelib tushgan va bu mazkur murojaatlarning 245 tasi bevosita inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan ko'rib chiqilgan. Birinchi oylik davomida nogironligi bo'lgan shaxslarni protez ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta'minlash bo'yicha 2026-yil holatiga 157 ta ariza kiritilgan. Shundan 81 nafar fuqarolarimiz ushbu mahsulot va reabilitatsiya vositalari bilan ta'minlangan. Qolgan 76 nafari nogironligi bo'lgan fuqarolar mahsulotlari tayyorlash jarayonida. Uyda ta'lim olayotgan bolalar jami 55 nafar tashkil etadi Yangi hayot tumanida. Hozirgi kunda tuman tibbiyot birlashmasi xodimlari bilan birgalikda tuman maktabgacha va maktab ta'limi tuman bo'limi xodimlari bilan birgalikda monitoring o'tkazildi. Bundan asosiy maqsad bolalarni ota-onalari bilan suhbatlashib, ularni psixologik tibbiy pedagogik komissiyasiga yo'llab imkon darajasida bolalarni ijtimoiylashuvini ta'minlash, ya'ni komissiyaning xulosasiga qarab turib maxsus ixtisoslashgan maktablarga yoki kunduzgi parvarishlash guruhlariga jalb etib, ularni tengqurlari bilan birgalikda ta'lim olishiga erishishdir. Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlash sho'basida ijtimoiy xodimlar tomonidan kiritilgan arizalar bo'yicha tahlili birinchi chorak davomida 832 nafar fuqaroga xizmat ko'rsatilgan bo'lib, bunda alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarni psixologik tibbiy pedagogik komissiyaga tekshiruvdan o'tkazish uchun 57 nafariga xizmat ko'rsatildi. Tibbiy reabilitatsiya qilish bo'limlarida statsionar sharoitda reabilitatsiya tadbirlarini o'tash uchun yo'naltirish bo'yicha ijtimoiy xodimlar tomonidan 392 ta ariza kiritilib, barchasiga xizmat ko'rsatildi va ularni ijtimoiylashuvga erishildi. Nogironligi bo'lgan shaxslar bandligini ta'minlash bo'yicha 358 ta ariza kiritilgan bo'lib, birinchi chorak davomida 12 nafar nogironligi bo'lgan shaxslarni bandligini ta'minlashga erishdik. Talabgorlarni o'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz yashovchi yoki yolg'iz keksa va nogironligi bo'lgan shaxs deb e'tirof etish yoki bekor qilish, shuningdek yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritish bo'yicha birinchi chorak davomida 2 nafar fuqaroga nafaqa tayinlandi. Pensiya tayinlash uchun zarur ish stajiga ega bo'lmagan birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga nogironlik nafaqasini tayinlash va to'lash bo'yicha 14 nafar fuqaroga nafaqa tayinlangan. Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash bo'yicha 784 ta ariza olinib, shulardan 200 ta arizaga xizmatlar ko'rsatildi. 466 ta ariza ijtimoiy xodim o'rganish natijasida mezonga to'g'ri kelmagani sababli rad etildi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali 2026-yilning birinchi choragida jami 273 ta ariza qabul qilingan bo'lib, shulardan 204 million 764 ming so'm to'lab berildi. O'zgalar parvarishga muhtoj yolg'iz keksa, yolg'iz yashovchi va nogironligi bo'lgan shaxslar 14 nafariga multidisiplinar guruhi bilan monitoring o'tkazildi. Uy sharoitida ijtimoiy maishiy yordam ko'rsatish xizmati 14 nafar fuqarolarimizga, uy sharoitida qarab turish xizmati 12 nafar fuqarolarimizga xizmat ko'rsatildi. 80+ xizmat birinchi guruh, ya'ni birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxs yoki 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bola, shuningdek o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan 80 yoshga to'lgan qariyalar qarab turish xizmati bo'yicha da'vatnomalar 93 nafariga rasmiylashtirildi. 2026-yil birinchi chorak davomida Yangi hayot tumanida 49 nafar ayol himoya o'diri bilan ta'minlangan. Ijtimoiy xodim tomonidan 49 ta so'rovnoma o'tkazilgan va kunduzgi qatnov xizmatidan foydalangan holda inson ijtimoiy xizmatlar markazida faoliyat yurituvchi psixologlar guruhi hamda yurist xizmatidan
shu kunga qadar foydalanib kelishmoqda. Bir nafar himoya o'diri olgan fuqaroyimizlar birlamchi ko'mak xonasi xizmatidan foydalandi. Aprel oyining 21-sanasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqalarining tuman bosqichi ko'tarinki ruhda o'tkazildi va g'oliblar va faol ishtirokchilar munosib taqdirlandi. Tomonidan 2026-yil birinchi chorakda amalga oshirilgan ishlar xususidagi axborotim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.